العليا لتناجي العزة والسؤدد وبريق يسطع أخاذا ونفوس الناس بها تسعد 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 Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu juda ham boy oilada, juda ham aslzoda oilada va faqat o'zini, ya'ni dadasini oilasi emas, amakilari va mana shu validiylar oilasi juda ham boy, juda ham aslzoda, juda ham o'zlarining darajasi baland bo'lgan kishilarning oilasidir. Dadasi haqida alohida to'xtalamiz. Bu kishini Hishom ibn Mughira va Faqih ibn Mughira degan amakilari bo'lgan. Kana ammuhu Hishom qoida Bani Mahzum. Amakisi Hishom Bani Mahzumni rahbari, raisi, qo'mondonlardan, boshliqlaridan birisi bo'lgan. Yawma harbul fijar, fijar kunida. Fijar kuni tarixda o'qisalaringiz, shu Quraysh bilan Qays qabilasini urushgan kunlaridir. Nimaga fijar kuni deyildi? Chunki o'sha Ashhurul Harom oylarida bu jang bo'lib o'tdi. Shuning uchun fijar deyildi. Fijar bilamiz. Ya'ni buzuqlik, zulm, yomonlik degan ma'nolari bor. Shuning uchun arablar bu urushni Harbul fijar buzuqlik, zulm urushi deb nomladilar. Va mana shu urushda Xolid bin Validning amakisi mana shu Hishom Mahzum qabilasining boshlig'i bo'ldi. Juda ham ta'sirli kishi edi, juda ham mana shu qavmning ichida kattalardan bo'lgan kishi edi. Nima bo'ldi? Va bi vafatihi arahatil arabu kama tuarihu bil ahadisil izam. Arablar bu kishi o'lganda, vafot qilganda shu darajada bu kishini o'lgan kunini, o'lgan vaqtini tarixga belgilab yozib qo'ydilarki, xuddi eng katta voqealar, eng buyuk voqealar sodir bo'lgan kunlarini qanday belgilab, tarixlab qo'ysalar, bu kishining o'limini ham shunday qildilar. Xolid bin Validning amakisining o'limi. Walam tuqim Qurayshun suqan bi Makkata salasan li huzni halihi. Quraysh bozorlariga chiqmay qo'ydi 3 kun. Mana shu kishining o'limidan aziyatlanganligi, mahzun bo'lganligi uchun. Qarang, amakilari ham katta odamlarda va bu kishi qarang, Xolid bin Validga yetishib chiqishligi aslzodalarni katta oddiy tabaqadan baland tabaqadagi oilalarda bo'lyapti. Va kana ammuhu al-Faqih ibn Mughira min akramil arabi fi zamanihi. Faqih ibn Mughira ham o'zini zamonida arablarda eng mukarram, karamli kishilardan bo'lgan. Va kana lahu baytun, va uni bir uyi bor edi, li diyafati, ziyofat uchun. Hamma kirib chiqaveradi. Ya'ni bir uy qilib qo'ygan edi, juda ham katta uy, xohlagan odam kirib chiqaveradi. Yavi ilayhi may yasha bi g'ayri istizan. Xohlagan odam hech qanday izinsiz o'sha uyiga, o'sha makoniga kirib, yotib, yeb, ichib chiqib ketaveradi. Shu darajada amakilari mana kuchli aslzoda bo'lyapti. Endi ba'zilar bizga raddiya bildirsaki, biz Xolid bin Validni o'rganishimiz kerak edi. Amakilarni nima qilamiz desalaringiz, mana hozir ko'rasizlar. Aslida Xolid bin Valid mana shu nasablari bilan, mana shu kelib chiqishi bilan Rasululloh sallallohu alayhi va sallam va Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu bilan 7-otalarida, ya'ni Murra ibn Ka'bda birlashadilar. Sahobalarning hayoti, sahobalarning naslarini o'rgansak, biz Payg'ambar alayhisolamning hayoti va kelib chiqishini yana ham yaxshiroq o'rgangan bo'lamiz. Shuning uchun bu masalalarga kiryapmiz. Qarang, demak, yaxshilab bilib olaylikki,
Xolid ibn Valid va Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayni nasldan kelyaptilar. Ayni odamni naslidan kelyaptilar. Xususan mana 7-bobolarida birlashyaptilar. Va bu hali hammasi emas. Mana hech o'ylab ko'rganmizmi? Mana Xolid bin Valid o'zini ko'rinishidan, jasad e'tiboridan qaranglar, otga minsa Xolid bin Validni oyog'i yerga tegib qolar ekan. Shu darajada katta bo'lganlar. Va jang qilsalar, albatta ikkala qo'llarida jang qilishar ekan. Ikkita qilichda. Va biz Mu'ta g'azotidagi, Mu'ta jihodidagi darslarimizda aytdik, nechta qilich sindirganliklarini. Juda ham chaqqon, juda ham epchil, juda ham jasoratli kishi bo'lishgan. Va shu bilan birgalikda qattiq qo'l, odob axloqqa, tartibga, nizomga mahkam amal qiladigan kishi bo'lishgan. Mana shu jihatlari xususan Umar roziyallohu anhu ga juda ham o'xshab ketadi. Umar roziyallohu anhu siyratini o'qisalaringiz ham, u kishi xuddi mana shunday bo'ylari uzun, ikki qo'lida jang qilgan va qattiq qo'l, serg'ayrat kishi bo'lganligini bilamiz. Nimaga unday bo'lyapti? Qo'limizdagi kitob mana Itmomul Vafa. Bunda aytilyaptiki, Umar roziyallohu anhu haqida va kunyatuhu Abu Hafs. Umarning kunyasi Abu Hafsdir. Va laqabuhu al-Faruq. Laqabi Faruqdir. Va ummuhu Hantama. Onasi Hantamadir. Umar roziyallohu anhuning onasi Hantamadir. Hantama kim? Binti Hashim ibn Mughira. Hashim ibn Mughiraning qizidir. Xolid bin Validning amakisining qizi. Ya'ni bu kishilar o'rtasida qarindoshlik bor. Juda ham yaqin qarindoshlik. Amakisini qizining o'g'li Umar roziyallohu anhu. Mana bu kishi yana ham kiryaptilar. Binti Hashim ibn Mughira al-Mahzumi, bintu ammu Xolid ibn Valid. Xolid ibn Validning amakisining qizlaridir deyapti. Qarang. Mana ota tarafdan Xolid bin Valid birinchi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan 7-bobolarda birlashyaptilar va Umar roziyallohu anhu bilan onalarida, ya'ni Umar roziyallohu anhuning onalarida birlashyaptilar. Va Imom Zahabiy ham bu masalani keltirganlar. Aytayaptilarki, o'zlarining kitoblarida Xolid ibn Valid ibn ukhti ummil mu'minina Maymunata bint Haris. Xolid ibn Valid deyaptilar, mu'minlarning onasi Maymuna bint Harisning opasini yoki singlisini o'g'lidir deyaptilar. Qarang. Maymuna bint Haris, Ummu Fazil bint Haris, Luboba bint Haris, bu ayollar hammasi Harisning qizlaridir. Haris ibn Hazmni. Va bular birinchisi Maymuna onamiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayollaridir. Ummu Fazil ibn Abbos radhiyallohu anhuning onalari. Ya'ni Abbos radhiyallohu anhuning ayollaridir. Va Luboba bint Haris Xolid ibn Validning onalaridir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam amakilari Abbos radhiyallohu anhu va Valid ibn Mughira bular bir-birlariga boja bo'lishadi. Qarang, ona tarafdan ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga Xolid ibn Valid yaqin bo'lyaptilar. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu haqida gapirsak, bu kishini siratlari, hayotlari haqida gapiradigan bo'lsak, juda ham uzun. Juda ham uzun hikoyalar
juda ham ta'sirli hikoyalar. Mana hatto Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlari hayotlik davrlarida Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu u kishiga hozirgi kunda tili bilan aytadigan bo'lsak, hozirgi zamonda tili bilan aytadigan bo'lsak, tana qo'riqchi bo'lganlar. Ya'ni Xolid ibn Valid payg'ambar alayhisalomga qo'riqchi yonida himoya qilib, qo'rib yuradigan qo'riqchilardan birisi bo'lgan. Va bunga hadislardan dalillar juda ham ko'p. Xususan mana Buxoriyda, Muslimda va Bayhaqiy rivoyat qilgan hadisda va Abu Said Xudri radhiyallohu anhu dan kelyaptiki, sahih hadis bu. Anna rajulan qala ya Rasululloh. Bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga aytdiki, ey Allohning rasuli, ittaqillaha, Allohdan qo'rqin dedi. Qarang, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga birisi kelib aytayaptiki, Allohdan qo'rqin, ey Allohning rasuli deyapti. Qarang, qanaqa xunuk gap-a? Juda ham xunuk munosabat. Faqola payg'ambar alayhisalom ham unga mana shu so'ziga, mana shu gapiga yarasha javob berdilar. Vaylaka, senga vayl bo'lsin dedi. Nima deganing bu dedi? Alastu ahaqqa ahlil ardi anattaqillaha. Allohdan qo'rqishlikda, Allohdan taqvo qilishlikda yer ahlining eng haqli kishisi emasmanmi dedi. Qarang, yer yuzida Allohdan taqvo qilishlikda, Allohdan qo'rqishlikda eng haqli kishi men emasmanmi dedi. Qarang, qanaqa tushuntiryaptilar payg'ambar vasallam. Eng boliq, eng fasih, eng ma'ni gap bilan tushuntiryaptilar. Nima bo'ldi shu payt? Bo'lmasam sahobalar ko'p. Payg'ambar alayhisalomning atrofida o'zining askarlari, donishmandlari, boshqa sahobalar o'tirishibdi. Tana qo'riqchisi, himoyachisi Xolid ibn Valid o'rnidan turdilar-da. Faqola dediki, Xolid ibn Valid radhiyallohu ta'ala anhu, ala adrubu anqahu ya Rasululloh. Shatta kallasini olib tashlaymi ey Allohning rasuli dedi. Qarang, bu darajada tezlik, bu darajada shijoat, bu darajada himoya, bu darajada Allohning rasulini sevishlik, bu darajada islomni himoya qilishlik faqat mana bu kishilarga xosdir. Qarang, sal noto'g'ri gap bo'ldimi? Sal payg'ambar alayhisalomga aziyat bo'ldimi? Sal o'sha yerda payg'ambar alayhisalomga qanaqadir tahdid paydo bo'lyaptimi? Hamon Xolid ibn Valid turib payg'ambar alayhisalomni himoya qilyapti. Qanday himoya qilyapti? O'ldiraymi deyapti, qarang. Va bu kishiga agar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam amr qilsa, faqat o'ldirmaydi, maydalab tashlaydi. Va faqola Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, la, yo'q, unday qilmang dedi. La'allahu ayyakuna yusalli. Shoyatki u namozida davomli bo'lsa, namoz o'qisa, namoz o'quvchi kishilardan bo'lsa deb payg'ambar alayhisalom qo'yib oldilar bu kishini. Muttafaqun alayhi, Imom Buxoriy, Imom Muslim rivoyat qilgan hadisdir, sahih hadis. Endi mana shu hadisdan juda ko'p ahkomlar, juda ko'p dalillar chiqadi. Hozirgi kofirlar bizga umuman maqtanmasin, maqtanishga haqqi ham yo'q. O'zlaricha mana shunday shirkatlar ochishgan. O'zlarini kuchli yigitlarini tayyorlashadi. O'zlarini o'sha jasoratli, shijoatli bo'lgan yigitlarni tayyorlashib, boylarga, amaldor kishilarga, vazirlarga, prezidentlariga tayyorlab berishadi. Tana soqchi bo'lgan deb. Va hamma butun dunyoga jalb solishadiki, mana bu masalani biz o'ylab topdik. Tana soqchilik kuchli olimlarimizni, kuchli mana bu amaldor kishilarimizni, boshliqlarimizni, rahbarlarimizni, prezidentlarimizni himoya qilishni biz o'ylab topdik deb jalb solishadi. Va ba'zi johil musulmonlar mana shu narsaga ishonishadi. O'ylashadiki, bular o'ylab topgan. Kofirlar o'ylab chiqargan narsa deb o'ylashadi. Qarang, 14 asr oldin payg'ambar alayhisalom qo'llagan, payg'ambar alayhisalom davrida
mashhur bo'lgan mana bu ish hozirgi kunda kofirlar tomonidan o'ylab chiqilibdi ekan. Lekin qarang, Payg'ambar alayhisolamning qanaqa taktikasi, qanaqa nizomi, qanaqa harbiyati, qanaqa siyosati bor edi. Va bu ularnikiga o'xshab qarab turadigan emas. Va bu faqat hali tahdid paytida yoki bir yoqdan o'q ovozi kelsa, yo bo'lmasam qanaqadir mashinalar, markablar kelib to'xtasa, o'zini sohibini, o'zini egasini himoya qilish emas. Bir kishi sal yomonroq gap aytdimi, Payg'ambar alayhisolamda mana bunday Xolid bin Validga o'xshagan qo'riqchilari, himoyachilari hamon joyiga o'tkazib qo'yardi. Yoki kallasini sapchadek uzib tashardi. Qarang. Va bunga o'xshagan hadislar to'lib yotibdi. Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu mana hadislar hammasi ko'rsatib turibdi. Islom tarixida va xususan qiyomatgacha musulmonlarning, mu'minlarning eng kuchli qo'mondoni, eng jasoratli, eng shijoatli lashkar boshchisi bo'lib qolaveradi. Va albatta bizning ustimizga tushadigan ish va albatta biz qiladigan ishimiz hozirgi kunda yuqorida aytib o'tganimizdek ichimizdan mana bu Xolid ibn Validlarni, Sa'd ibn Muazlarni, Tolhalarni, Zaydlarni, Usomalarni chiqarishlikdir. Chiqsin. Biz da'vat qilaylik, bu kishilarning hayotini o'rgataylik. Bu kishilarda mana shu afsonaviy dostonlarga o'xshash bo'lgan haqiqiy qo'mondonlik, haqiqiy rijollik, haqiqiy erkaklik hayotlarini, amallarini hammaga yetkazaylikki, biz ichimizdan ham chiqish vaqti keldi. Keldi vaqti. Faqat bizning ustimizga tushadigan ish boshqalarga mana shu narsalarni yetkazaylikki, yana chiqsin. Zotan qiyomatgacha bu davom etadi. Alloh taolo buni va'dasini bergan. Li yuzhirahu ala dini kulli. Islom mana bu din, mana bu yo'l butun sistemalar, butun dinlar ustida zohir g'olib bo'lishlik uchun kelgan. Faqat uning ichidagi rijollarni, uning ichidagi erkaklarni biz shijoatlantirib, uyg'otib, ko'zlarini ochib turishimiz kerak. Va Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu haqidagi darslarimiz davom etadi. Faqat biz bir narsani bilaylikki, bir narsani yaxshi tushunaylikki, hozirgi kundagi avlodlar, hozirgi kundagi farzandlar mana bu kishilarni yaxshi tanishsin. Mana bu kishilarni, mana bu sahobalarni hayotlarini o'rganishsin. Va o'zlarini haqiqiy hayotda yashab o'tgan va haqiqiy qahramon, haqiqiy jangchi, haqiqiy qo'mondon bo'lgan mana bu sahobalarga nisbat berishsinki, biz bu sahobalarni o'rganib ularga yetkazaylik. Alloh subhanahu va taolo Xolid ibn Validga o'xshagan sahobalarni o'zini eng go'zal jannatlariga qo'ysin va albatta biz ichimizdan ham yuqorida aytganimizdek mana shu kishilarga o'xshash kishilar chiqishligini nasib qilsin. Va axiru davana anil hamdulillahi robbil alamin.